Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 12 oyning 13 kuni juma. 2 haftada bir qatim qildigan naq maydon videosini hozir boshlayman. Men Amerikadagi Los Angeles shahri yashaydigan Erkin Sidiq. Aslida bu videoni ati qilatdim. Ati ishim chiqib qoldi, video qilolmagan bo'ldim. Shunga bugun atgandilamkin ish boshlashdan burun qilib deb hozir boshlamoqchi. Bugun so'zlaydigan jami 4 cho'ng mazmun bor. Uniki birisi ehtimol hozir nurg'unlarga ko'ngil bilib Suriyadagi ahvol. Yaqinda Suriyadagi Asad hukumatiga qarshi har xil ishlarni qilib kelayotgan nurg'un guruhlarning kishilari Asad qo'shiniga hujum qilib, Asadni Suriyadan qo'g'lab chiqarib, butun Suriya davlatini egalladi hozir. Asad hukumati ag'dirildi. Endi bu jihatda bu ish bilan munosabatli tarqalgan bir gap, bu ishqa Suriyadagi Uyg'urlarni qatnashibdi degan xabar. Endi bu hammamizni xush qilgan xabar. Men aslida bugun mushaqda bir rasmiy manbadan erishgan aniq uchurlar bo'lsa yetkazay deb biroz tirishdim. Lekin bu vaqtda mayli ingliz tilidagi bo'lsin yoki boshqa tildagi bo'lsin rasmiy uchur manbalarini topolmadim. Uyg'urlarniki mushqitimki Asad hukumatiniki ag'dirilish urushi qatnash ahvoli. Buni uqamay qoldim. Endi men o'tgan yil Suriyadagi ahvollar to'g'ri bir qism tafsil uchurlarga erishgan. Ehtimol ularni sizga yetkazgan bo'lishim mumkin. Suriyada 3 guruh Uyg'urlar bor. Uniki birinchisi ISIS'ga qatnashayotgan Uyg'urlar. Meniki o'tgan yil kelgan uchurim bundaq kishilardan 30 dan 50 ning atrofida odamlar bor ekan. Soni intayin oz. Lekin bir qism Uyg'urlar bor ekan buning ichida hozirmi. Ehtimol bu qatim ular qanday bo'ldi bilmayman. Ish qilib mesela odamlar bor ekan o'tgan yil kelgan ahvolim. Endi ikkinchi guruh Uyg'urlar Amerika qurgan lagerda turayotgan 1500 atrofidagi Uyg'ur xonim qizlar, ayollar va bolalar. Bularni hozir boshqarayotganlar kurdlar, Suriyadagi kurdlar boshqaradi ekan bularni. Bularning ahvoli eng nachar. Bo'libmi ayollarni bu kurdlar shuni lagerda boshqarayotganlar xohlagancha bosqinchilik qilib, andan keyin bularniki nurg'unlar kasal, davolanish narsasi yo'q degandek chiqib intayin bir fojia ahvolda deb anladim. 1500 da kishi. Üçüncü grupdagi kishilar meniki o'tgan yil degan sonim bular 15 ming atrofida. 15 ming atrofida Suriyaniki chegara Turkiya bilan chegaradosh bir noyisida turayotgan kishilar. U noyisidagi suriyaliklar, yerliklar asosan qechib ketgan ekan, yo'q ekandiq. Shu yerda Uyg'ur egallab atrofini to'sib degandek bir kishi taqibobdi ekan bular. Bu Uyg'urlar biraz muntizim. Meniki muntizim deyishimga sabab bu rayondagi 15 ming Uyg'urlarniki ichida maktab bor, doktorxona bor, yezigilik maydonlari bor, andiki nurg'un zavodlar bor. Bu kishilarning ichida muntizim oliy daraja tarbiya olgan kishilarmi xili ko'p. Masalan, Urumchidagi meditsina universiteti bilan Xitoy o'lkalardagi meditsina universitetini bitirib, rasmiy doktor bo'lgan, yuqori darajalik doktorlardanmi necha o'nlari bor bu yerda. Shunday qilib, bular bir muntizim bir jamoatni tashkil qilib ekan. O'tgan yil anglag'animda ularniki nupsi har yili 1000 odam ko'payib ekan. Ashtaxta bu yil 16 ming bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozirgi sonini bilmayman. Endi bu yerdagi mushu Uyg'urlarning ichidagi harbiy qo'shin burun qizlarda Asadniki qo'shini va Rossiyaning qo'shini bilan necha qatim urush qilib boqqan. Bo'libmi Rossiya mushu rayonga ikki qatimda hujum qilib, shuni tatib olamiz deb tatib ololmabdi ekan. Shunga bu Uyg'urlarniki harbiy texnikasi nihoyat yuqori. Mening bilishimcha ular aeroplandan boshqa har qanday qurollar ishlatalaydi. Masalan, tanklarim bor bularniki. Mening egalgan ahvolim shunaqda. Endi bularniki bu qatimki Asad hukumatini ag'dirib etish urushiga, harakatlariga qatnashishi menimcha muqarrar.
Chuqum bu ishlardan aytdi yaxshi to'p qo'shdi deb o'ylayman. Lekin konkret ahvolni egallolmadim. Shunga hozircha sizlarga shuncha deb qo'ya bu ishni. Bugungi Uyg'urlar haqidagi yana bir xabar. Hozir vatanniki bir qism joylarda Uyg'urlar biroz to'plashib ko'ngli ochadigan ishlarni qilayotgan bo'libdi. Masalan, 15dan 20gacha kishilar birga to'planib restoranga shunaqa mehmondorchilik o'ynaydigan ishlar hozir biroz asli kelibdi ba'zi joylarda. Andagi bunday so'rinlarda naqsh soz, chaqchaq narsalar bo'ladi ekan, tang bo'ladi ekan. Andikin ba'zi joylarda Uyg'urlar o'lib ketganda ularniki namozini tushirishga yo'l qo'yilayotgan ahvolmi bor ekan. Jasadni yuyib namozini tushirdi ekan, lekin buni qatnashadigan odamniki soni intayin qattiq cheklangan ekan. Masalan, 10 dan ishib ketmaslik kerak deb buni shu yerlik hukumatlar belgilab berdi ekan. Kimlar qatnashadiganligini faqat shu odam qatnasha olar ekan, lekin shu namozini tushirib dafn qiladigan ishlar hozir bo'yotidi deb anladim. Andiki yaqinda Xitoy hukumati ishkirdan kelgan Xitoylarga taqsim qilib bergan yerlarni u buniki mangulik islarniki bo'ladi. Buni biz 30 yillik, 70 yillik demaymiz, tatib olmaymiz degan bir uqtirishni chiqaribdi yaqinda. Xitoy qarta. Lekin Uyg'urlarga unday gap yo'q. Uyg'urlarning yerini asosan tatib bo'ldi hozir. Ashunday bo'lg'achqa yeri bor Uyg'urlar qancha qilib qoldi, uqilib bo'lmaydi. Shu Xitoylarga sizlarga berilgan yer mangu sizlarniki bo'ladi deb uqtirish qilibdi. Meniki bilishimcha bu Xitoy hukumatiniki Xitoy o'lkalariki Xitoylarni Sharq Turkistonga jalb qilish yusidan qo'llanayotgan bir xil siyosat deb o'ylayman men. Bu jihatga ahvollarning taraqqiyoti hamda intayin vahshiy bo'lyotidi. Uyg'urlar o'ziniki vatanida yersiz qolib qoldi hozir. Ashta qilyotidi. Lekin meniki anglagan yana ba'zi xabarlarim asoslangan chog'da hozir Sharq Turkistonga kelib yayganlab uylarga erishib turayotgan Xitoylarmi hozirmi intayin dakit-dukit yashaydi ekan. Agar Xitoyda bir cho'ng qilayotganchilik chiqib qolsa, qochadigan har vaqt tayyor. Bularniki endi shunday dakit-dukit yashaydi ekan bular. Agar bir ish bo'lib qolsa, bularning hammasi qochadi ishkirga deb angladim men. Shunga Uyg'urlarda yana umid bor. Nimishqa degan joyda hozir birdamda turib ekan deyman men. Hozir Xitoy ichida shu 1-2 yil ichida cho'ng ishlarni bo'lib qilish ehtimoli bek zo'r. Cho'ng qalamqonchilik bo'linish degandek. Agar ashunday bo'lib qolsa, Uyg'urlarga cho'qim bir fursat keldi deb o'ylayman. Shunga Uyg'urlarda yana umid bor. Hammamiz umid var yaşasak bulurdu deb o'ylayman. Andiken ehtimal anlaganlar shu bir hafta ichida Urumchidagi mashhur bino Rabia Qodir Savdo sarayiniki chiqib o'tganligi haqida xabarlar keldi. Buni RFM xabar qildi. Mana ishlar bo'libdi. Andiken hozir yaqinqi kelayotgan videolarda ko'pincha ko'rinishlar Uyg'ur qizlariniki Xitoy bilan to'y qilishi, andan Xitoy bilan to'y qilgan qizlarniki tashviqot videolari. Bu narsalar ko'plab chiqyotdi. Hozir endi bu ishlarniki bir normallikqa aylanayotganligi bir xil ahvol bor hozir. Aylanayotgan ahvoli bor. Nat echini chiqmayapti ishlar. Chiqib Xitoylar to'y qildigan Uyg'ur qizlarning soni tez ko'payib turibdi. Bu jihatda ba'zi uchurlar keldi menga. Endi bugun so'zlaydigan ikkinchi mazmun Uyg'ur Project Fondi xabari. Yaqinda bir qancha yerlardan yanlar keldi. Bu Yevropada bir qarindishimiz bor. Har oyda yanni qilayotgan. Yaqinda o qarindishimiz yanni qildi. Turkiyada bir singlimiz bor. Har oyda 1000 liradek pulni yanni qilayotdi. Turkiyadagi turmushniki shunchalik jafo bo'lishiga qaramay undan boshqa yana ikki odamdan nomsiz kishilardan yana pul keldi. Bu qarindoshim uchun ko'pdan ko'p rahmat. Bulardan boshqa Uyg'ur Project Fondiga har oyda maoshidan shirkat orqali bevosita
yani qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Amaliyotda bizniki yillik xarajatimizniki tangdan ko'proq ekani mushu qarindoshlarimizniki yanisidan chiqyotdi hozir qadar. Bu qarindoshlarni men har qatim videoda uturliq tilga olmadim. Lekin bular yan qilishni izchil davomlashtiryotdi. Uni avtomatlashtiryapti. Maoshidan bevosita qildigan qilib, bugungi mush fursatdan foydalanib bu qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. O'tgan qatimliq videoda unutib qolibdiman. Inimiz Abdulla Ayub Los Angelesga kelgan. Los Angelesga kelib ikki donliq oliy maktab Kaliforniya universitetidagi Los Angeles sho'basi va Janubiy Kaliforniya universiteti. Bu ikki maktablar dunyodagi eng donliq 20 maktablar ichidagi oliy maktablar endi. Mushlar ikkisida Uyg'urlar haqida leksiya so'zlash faoliyati yapadi. Ondan keyin Los Angelesdagi ba'zi masjidlarga berib, u yerda mu leksiya so'zlab berdi. O'ziniki yaqinda chiqargan filmni ko'rsatgach, o'sha faoliyatlarni qilib ketdi. Men bir ikki kun birga bo'ldim. Faoliyatlar muvaffaqiyatli bo'ldi deb o'ylayman. Obdan faoliyat bo'ldi. Mushunga munosabatlik yana bir deb qo'yadiganim ehtimol amalni oldinglar. Abdulla inimiz to'xtamay Uyg'ur ona tiliga oid kitoblarni chiqaryotdi. Bu kitoblarniki emgak kitobni tuzishni Abdulla Ayub inimiz o'zi qilyotdi. Haqolmaydi uningga. O'zining vaqtida kech kunduz ishlab ishlarni qilyotdi. Uniki biz grafik, yo'sni xat, bostirish degandek chiqimlarni Uyg'ur projekt fondidan chiqarib ko'ryapmiz. Hozir 5 kitob chiqib bo'ldi. Ama qatim Abdulla inimiz ağaç kelibdi ekan, ma bir 4 tanesini sizlarga ko'rsatib qo'yay. Ma bu Guldek oilam degan kitob shu. Ondan keyin ma bu dunyoniki kindiki ma bu tilimning ta'mi. Ondan keyin ma bu Umaq tarixchan degandek kitoblar. Bu kitoblarniki süpitayt isil chiqqan kitoblar. Balalarınlarga Uyg'urcha o'rgatayotgan ota-onalar buni İstanbul'daki Teklimakan kitapxonasidan sotib olasizlar arzon bahoda. Elib foydalaninglar. Buningga Abdulla inimiz intayin ko'p ajr qildi. Bu inimizga ko'pdan ko'p rahmat. Biz Uyg'ur projekt fondida iqtisodiyatdan pul xarjlab bu narsalarni qildik. Chet ellik Uyg'urlar foydalansin deb. Shunga buni arzon bahoda biz bu kitobni sotib pul topmaymiz. Amaliyotda bu kitobniki hech qanday kirmi Uyg'ur projekt fondiga kirmaydi. Kitob sotgandan kirgan pullar bizga kirmaydi. Faqat Uyg'urlar uchun deb qilayotgan ishlar bu. Shunga bu kitoblardan obdan foydalaninglar. Bo'lib Uyg'ur ona tili maktablari obdan foydalaninglar. Nayt isi sifatli kitob bo'libdi. Ondan keyin yana bir narsani deb o'ylab qoldim. Ehtimol ko'ryapsizlar, Uyg'ur axborot markazidan yaqinda İstanbul'da 20 degan faoliyatniki videolarını her bir adamnikini ayrım kesip çıkarıp taqtıvatıdı. Bunu bir mezgil davamlaştırırız. Bunu dastlabda 2023 yildagi faoliyatim başladık o'tgan yilgi. Bu yilgi videoniki umumisi YouTube'da bor. Uyg'ur axborot markazining YouTube kanalida bor. Kesmaganlari. Kesganlarini kesip her bir adamnikini ayrım çıkarışını biz 2023 yılından başladık. Bular tüygenlikin 2024 yılından qilamiz. İstanbul'da 20 leksiya degan faoliyatda so'zlangan ko'pincha leksiyalarniki vaqt cheklamasi yo'q yoki vaqt bilan munosabatli emas. Vaqt o'tib ketadigan ish yo'q. Umumiylikqa ega mazmunlar. Ashta bo'g'ashqa buni qanday holda anglab foydalansanglar vaqt o'tib ketmaydi. Şu anda dastlabda 2023 yıldan başladık. Bular tüygendikin 2024 yıldan ayrım chiqarmoqchi. Bundan foydalaninglar. Bunun hammasini biz millat uchun deb qildik. Hozir davomlashtiryapmiz bu ishlarni. Shuni foydalaninglar. Endi degan so'zlarga 3-chi mazmun xalqaro xabar. Xalqaro xabarda bir xabar ehtimol oldinglar. Xitoy Londonda bir nihoyatda cho'ng bir yerni setib olib, ashyaga intayin cho'ng konsulxonadan birini silishga urinib kelayotgani necha yil bo'ldi. Yani setib bo'pti. Bu Angliya hukumatining nima shunday cho'ng yani Xitoyga setib turdi, uni men bilmadim.
aslida mushtaq so'd mushtaq ishlarda biroz strategiyalik o'ylash kerakdi. Xitoyni boshqacha maqsadi bor bunday ishlarda. Shu yerni setib olib, shu yerda ishlag'ay cho'ng yerda nihoyatda cho'ng bir Xitoy konsuli solamiz deb kirishib ekan. Yaqinda Londondagi hukumat buni yana bu yerga konsul solsang bo'lmaydi deb bu iltimosni rad qilyapti. Endi bundaq buni shu Londondagi Tower Hamlet Councilor deydi, shular bilan tashlab qilibdi. Lekin bularning bu qarori qonuniy qonunga bog'liq emas ekan, deymiz. Chuqur ijro qilingan undaq narsa emas ekan. Bu xuddi bir taklifdek narsa ekan. Yaqinda yana kelar oyda, 1-oyda shu bosh ministrniki sekretari Angela Rayner deydi, shu kishi 1-oyda oxirgi qaror chiqardi ekan. Aşağıya Xitoylar konsulxona solsa bo'ladi, bo'lmamdi degan. Lekin hozircha shu konsulda bu narsa rad qilinibdi. Kelar yil 1-oyda bu oxirgi qaror chiqadi ekan. Bu bir xabar bo'ldi yaqinda. Yaqinda Amerika hukumati Xitoyniki yerim o'tkazgich zapchastlarini ishlab chiqaradigan shirkatlardan 140 dan ko'p shirkatlarga embargo qo'ydi. Bu shirkatlarga Amerika shirkatlarininki texnika, uskuna, yumshoq detal bunday narsalarni sotishni butunlay cheklabdi. 140 dan ortiq davlatlar shirkatniki, Xitoy shirkatiniki. Bu bir cho'ng ish. Bu qaror Xitoyniki yerim o'tkazgich zapchastari shirkatlarini asosan o'ltirdi. Ashta bir darajaga keldi. Endi hozircha Xitoylar Amerikadan ololmagan ekan, boshqa davlatlar orqali shu narsani sotib turib ish qilayotgan ahvollar hali ig'ir. Herhalde Amerika o'zi bu ishlarni cheklayotdi. Ondan keyin yaqinda 12-yaniki 10-kuni Amerikaniki Avam palatasi Xitoy Kompartiya hokimiyatining tahdidini kuzatish haqida bir qonun loyihasini tasdiqladi. Nayte ko'p sonda o'tib ketdi bu 200 dan ortiq bo'ladi falan. Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki tahdidini nazorat qilish, kuzatish bir qonun loyihasi. Ishqilib Amerika Xitoyga bo'lgan siyosatlarini bag'ansiz kuchaytirib atadi. Ondan keyin ana buning ichida ma'vu mundaq bir qonun loyihasini chiqib qolishida Amerika biroz jiddiylashdi hozir. Shu Biden prezident bo'lgandan keyin shu Meksiko qatorliq chegaralardan Amerikaga qonunsiz kirgan Xitoylarning soni 62 mingdan oshib ketibdi hozir. Ashta bo'g'ashqa endi nurg'unlar bu 62 ming odam ichida Xitoyniki alayda qo'shini, jasuslari, ondan keyin hech kim kutmagan bir vaqtda Amerikaning ishidan Amerikani vayron qiladigan ishlarni qilish ehtimolliga bor deb hozir endi mushtiyatki ishlarni shu odamlarni tepib chiqish ishini kuchaytirish uchun siyosatlarni qo'llanadi. Tadbirlarni qo'llanadi. Qonun loyihasi amaliyotda shunga bilan munosabatli. 62 ming odam kirib qoldi 3 yil ichida. Amerikada yaqinda bo'layotgan yana bir ish New Jersey shtati bilan New York shtati. Shu New York bilan New Jersey shtatida hozir oqshomisi uçqishsiz kichik aeroplan osmonda uchib ketayotgan ahvollar bo'lyotdi. Hozir 2 soat bo'lib qoldi bunga. Har kuni oqshomisi uchadi ekan bu. Ba'zida bir xil tashkillangan holat uchadi ekan, ba'zida qalaymaqon. Ondan keyin salla tekshiraydi desa, bu narsa yo'qolib ketayotgan. Bu uçqishsiz aeroplanlar biz odatda bu aeroplanlardan jiq cho'nkan, cho'nligi bir 30 dak bor deydi. Kech uchib yurayotgan. Bu bir men uchun bir echinish ahvol deb o'ylayman. Hozir 2-3 hafta bo'lib qolibdi. Amerika texi buning nima ekanligini aniqlamayapti. Ba'zilar deydi, hozir Amerikaga yaqin bir yerda İran'daki bir parxtu var.
bu uçqushsiz aeroplanlar shu yerdan uchib chiqib Amerikaga paraganchilik qilyotidi deydi. Ba'zilar deydi bu Xitoyniki deydi. Ba'zilar deydi bu noma'lum tashqi planetadan kelgan noma'lum uçqurlar ekan degan gaplarmi bor. Lekin odamni ichindirdig'ini Amerika hukumati bulardan birini etib tushirib tekshirib boqolmayotidi hozir qadar. Toki tunugungachilik yana biz tekshirdik buningda bu to'liq uchuqga deyishamidik deb o'tiryotidi Amerika. Men intayin hayron qoldim. Amerikaniki bu hozirgi texnikasi bilan bu ishlarni qilish asli intayin osonti. NASA bundan 10 yil burunlamkin koinotdagi uchar toshni osmonga bir olam uchquridan birini chiqarib, yo'g'on tor xaltisi bor olam uchquridan. Shu olam boshida uchib ketgan toshni shu xaltning ichiga sulib olib, uni so'rab apirib, oyga tushirib tekshiradigan mushundaq planlarni o'tirg'i chiqargan. Mandaq cho'niga optizchilik qiladigan bir olam uçqushsiz aeroplan endi. Buni tutmoq uncha taslim emasdi. Agar faqat bo'lmasa, birini etib tushirasimi bo'ladi, bo'lmasa ashtaq bir aeroplandan chiqarib xaltaga sulib olib birasini yerga tekshirib pasib bo'ladi. Hozir 3 hafta bo'lay deb qapti bu 12-oyniki 11-oyning oxiri boshlandi deyman bu 20-kunlari. Ammo hozir qadar birini tutamay bularning nima ekanligini o'qamay o'tirdi Amerika. Xabarlarda bor bir yilning oldida Xitoyniki jasus cho'ng shari Amerikaga kelib, Amerikaning Alaskasidan kirib, shu nima New Jersey ash taraflarga to'g'ri Amerikaning to'g'ri kesib, nurg'un uchurlarni egallab Xitoyga mo'ndirib degandek, eng oxirida aeroplan bilan uni etib tushirayotgan, keyin uning ichida cho'nlig'i bir avtobusdek keladigan jasus uskunalari borligi bayqaldi. Hozir mush narsa uchib yuradi Amerikada. Lekin bular uchayotgan raylarda harbiy bazalar bor endi. Lekin buning nima ekanligini uqolmayotdi. Tunagimi bir Xitoy tutildi San Fransisko aydurmida. Kaliforniyada Amerikaniki olam qo'shin bazasi bor ekan. Bu Xitoydan kelgan ancha uzun bo'lmagan ekan, Xitoyning grajdani o'zi. Shu Amerikaning olam qo'shini bazasining osmonida drone, uçqushsiz aeroplanni uchirib yurib, nurg'un rasmlarga olibdi bu. Shu rasmlarga uningga yana bir Xitoy yordam beribdi. U Xitoydan yeni kelgan Xitoy ekan. Xitoy grajdani ikkisi birlashib qilib buni butun rasmlarga tatotgan vaqtida Amerika bayqabdi. Keyin bu odamni tutayli desa, bu aslida qechib minibdi Xitoyga. Qechib minib San Fransiskoda aeroplanga chiqay deyotgan chog'da bu Xitoy tutilibdi. Aslida bir Xitoyni tutib oldi. Ajoyib ishlar bo'lyotdi. Adam xuddi bir hikoya anlatgan, kino ko'rayotgandek ishlar bo'lyotdi. Ammo masalan bo'lyotdi Amerikada hozir. Andan keyin yaqinda qiziq xabar bo'lib ketgan yana bir ish, o'tganda men sizlarga dedim, Trump shu qonunsiz odamlar va Xitoy ishlab chiqarayotgan fentanil degan zaharlik dori. Mushu narsalarni to'xtatmasang, men Kanadaga 25% boj qo'shiman, Kanadadan kiradigan mollarga, Meksikaga 25% mol qo'shiman, Andagi Xitoydan kiradigan mollarga 10% boj qo'shiman deb shunda degan. Degandan keyin Kanada bilan Meksika jiddiylashdi. Jiddiylashib Meksikoniki prezidenti Trump bilan telefon ko'rishdi. Kanadaniki bosh ministri Trudeau Trumpniki Floridadagi uyiga kelib Trump bilan ko'rishdi. Shu jarayonda Trudeau debdi Trumpga, sen undaq 25% boj qo'shasan bizniki mollarimizga. Kanada o'zini beqib bo'lmaydi. Kanada yiqib tushdi debdikan Trump chaqchaq qilib uningga. Agar Kanada o'zini beqib bo'lmasa, Amerikaga qo'shilib ketinglar 51-shtat bo'lib. Sen shu 51-shtatniki shtat boshlig'i bo'lgin deb chaqchaq qilibdi. Ashuna qilibdikan bu gapni aytib ko'p taqlib ketdi medialarga. Bu bir qiziq xabar bo'ldi endi.
Yaqında Amerikada chiqqan yana bir cho'ng ish, bir bola, 26 yoshlik bir bola, Luigi Nicolas Mangione degan bola ekan, 26 yoshlik bola. Amerikadagi birlashma birlashma salomatlik sug'urta shirkatiniki boshlig'i, birinchi qo'l boshlig'ini tapanchadan etib o'ldiryapti. 3 oy bilan etib o'ldirib, bu bir nayda cho'ng xabar bo'lib ketdi. Xabar bo'lib ketib, bu bola oxirida tutildi. Tutilgandan keyin bu bola to'g'riliq bu qanday bola ekanligi biroz bu to'liq ma'lumotlar o'tirib chiqishga boshladi. Bu bola bir boyning o'g'li ekan, uydagilar boy ekan ota-onasi. Ondan keyin o'ziniki o'qishimi nihoyatda yaxshi o'qigan ekan, shaxsiy maktabda o'qigan ekan. Amerikada ko'pincha maktablar hukumatning maktablari, bir qism shaxsiy maktablar bor. Shaxsiy maktablarda o'qiydigan bolalar har oyga nihoyat yuqori o'qish puli to'laydi. Shunga bu shaxsiy maktablarda boylar o'qitadi. Shaxsiy maktab bilan hukumatniki maktabiniki farqi nima desanglar, hukumatniki maktabidagi bir sinfda 30 dak o'quvchi bor bir ma'lumot qo'lida. Shaxsiy maktablarda bir sinfda 15 dan ortiq o'quvchi bo'lmaydi, bir ma'lumot bo'ladi. Lekin tuzumi intan qattiq yaxshi o'qitadi bolalarni. Ma balımı şu shaxsiy maktabda o'qigan bola ekan, keyin oliy maktablarni bitirib, yumshoq detallar shug'ullanib, 2 yilning ichida tez o'sib, o'zining shirkatida yumshoq detal bilan shug'ullangan bola ekan, kelishgan bola ekan. Bu bola tutilgandan keyin Amerikaliklarniki yerimi bu bolani aybladi, yerimi bu bolani qahramon deb madilavadi hozir. Nimishqa desanglar, bu bola o CEO'ni atgan tapanchani o'zi yasagan ekan. O'zi zapchastlarini setib olib o'zi yasabdi. Ondan keyin bu CEO'ni atgan o'qda xat bor ekan. Bu xat nima degan xat ekan desanglar, birinchisi deny. Deny degani rad qilish. Ikkinchisi delay. Delay degani kechiktirish. Uchinchisi defend. Defend degan qo'g'dash degan 3 so'z bor ekan. O'qlarga ashta uyibdi xatni. Uyup aşağı etitken, bu gaplar nima desanglar, bu rad qilish, kechiktirish, anikin o'zini qo'g'dib olish. Bu üç so'z sug'urta shirkatlari ishlatadigan siyosat. Ya'ni xaridorlar bir ish yuz berib, shuningga tatgan qilgan chiqimini tülletpe deb şirket, sug'urta shirkatlariga iltimos qilsa, bular mustaq siyosatni qo'lida. Birinchisi uni rad qiladi imkon bor. Sizniki ma o ishing qonunga emas, bizniki siyosatimizga uygun kelmaydi deb rad qilib aytilgan. Ikkinchisi, kechiktirib pulni bermay, kechiktirib bir qism odamlar oxiri zirikib pulni o'ziniki pulni qaytarishdan voz kechadigan odamlar bor. Bu ikkinchisi, uchinchisi defend degani, agar kim pul berishga to'g'ri kelib qolsa yoki bu ishlar bir qonuniy voqeaga aylansa, masalan, pul iltimos qilgan odam advokat tutib boshqa bir ish qilib qolsa, shirkat o'zini qo'g'dash degan gap endi. Shu bu keng ishlatilgan so'zlar ekan, shu sug'urta shirkatlarning siyosatlari. Bola tapancha mushkatlarni uyib turib etibdi odamni. Atqandan keyin shunga Amerikada shu sug'urta shirkatlariniki boshlig'i intan boy, bularniki kirimlari necha 10 million, cho'ng shirkatlarniki yillik kirimi. Ashtaq pul topadi. Odat bo'lsa, o'zi sug'urtani olib, keyin davolanish jarayonida xarjlagan pulini sug'urta shirkatlaridan ololmay qiynalgan ahvollar bor endi. Xil eg'ir bu ahvol. Ashtaq bo'lg'achqa Amerikaliklarniki bir qismi mabalini milliy qahramon hisoblashdiki sababi shu. Andan keyin shu sug'urta shirkatining boshlig'ini otgan bolani odamni tutib bersang, $60,000 mukofot beramiz deb chiqiribdi ekan, hukumat quturish chiqiribdi ekan. Bu bola bir McDonald'niki oshxonasida tamoq yeyotgan chog'da shu yerda ishlayotgan bir mo'may tunibopti bu bolani. Tunib olib shunga soqchilik telefon qilibdi. Aslida
bu mushbalini pash qiladigan maxsus telefon numeri bor ekan. Shu telefon qilish kerak ekanda, mayal u uni uqmay 911 degan nomerga saqchiga telefon qilibdi. Ashtaqa bu bal tutilibdi. Hozir dastlabda men 60 ming dollarni ayolga bermaydi ekan deb anlagandim. Tuniga qarsam ayolga beradigan bo'pti, ammo rasmiyatlari uzunroq ekan. Ammo shu 60 ming dollar pul keldi deb so'rabdi. Qiz xeri u balniki Luigi degan balaniki savodoshlari bor ekan, ular allaqachon tuniydi ekan bularni yaxshi o'tgan. Lekin ular hech qas pashqa olmabdi ekan bu balani. Bu balani o'zbek yaxshi bala deydi. Yaxshi bala deydi, mashina qilibdi deydi. Bu balaniki o'ziniki yozgan xotiraga qaraganda bu ishlarni men bir aniqlab qo'yaman deb o'ylaydi ekan o'zi. Ashtaraq sabab bilan qilibdi bu ishni. Mushu sug'urta shirkatiniki United Healthcare degan shirkatniki boshlig'ini o'ltiritish voqeasi bo'lib, bir hafta o'tgandan keyin mush yoqda bir kitob chiqibdi. Bu kitobning ismi abaki 3 so'z. So'z, rad qilish, kechiktirish va o'zini qo'g'dash deb. Bu 3 so'zlar chiqibdi, bu kitob chiqibdi ekan. Bu kitob hozir Amazonda nihoyatda qarshi olinib ketibdi, ko'p sotilib turibdi bu kitob. Bak chaqab chiqibdi hali. Bir hafta ichida bir kitob chiqib bo'libdi. Yaqinqi Amerika xabarlaridan bir narsa ehtimol o'tganda dedim, buni ismi yo'q. Donald Trump FBI'ga bir yangidan odam tayinladi, 40 yosh atrofida. Bu kishi nima ekan? Bu kishi mo tigi Hindistonlik ekan. Odamning ayron qoldig'ini Amerikada tigi Hindistonlik odamlar xili ko'p yuqori qatlamga chiqqan. Endi shirkatning boshlig'lari mana shunday, masalan, Google shirkatining boshlig'i Hindistonlik deyman. O'sha odamlar jiq mana shu atanisi Hindistonlik ekan, lekin Amerikada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Gapga intayin usta. O'tgan qitim Donald Trump prezident bo'lgan chog'dami, Donald Trump qanday ko'p yaxshi ishlar qilib bergan ekan bu. Aytdi, bilim bor. Mashadam endi Amerikaning FBI'ga birinchi qo'l boshliq tayinlandi hozir. Bu odam deydi, buning ismi ismini yozib olgandim. Qiziq, ismini yozib oldim deb o'ylasam yozmabdimi. Nima Patel bu odam ismi Patel. Patel degan odam bu odam deydi, men xizmat tushgan birinchi kunisi FBI'niki Amerika poytaxti DC'dagi binosini taqayman deydi. Taqab bütün odamlarni tuanga tushirdim deydi. Bu odam deydi, FBI'niki DC'da bir cho'ng binosi bo'lishi o'rinsiz, muvofiq emas. Ular tuanda ish qilish kerak, nimishqa poytaxtga oldi deb o'ylaydigan odamga. Shunga men birinchi kuni DC'dagi FBI binosini taqib etib, ikkinchi kuni uni bir muzeyxona qilib ochaman deydi. Amerikadagi yuqori qatlamli qarang'u kuchlarniki jinoiy ishlarini ko'rsatadigan bir muzeyxona qilib ochaman deb o'sha deydi. Yaqinda bo'lgan yana bir qiziq xabar, Trump BRICS degan bir guruh bor. Shu vaqtda bir Twitterda bir uchur soldi. Bu BRICS degani nima desanglar, aslida buni 4 davlat qurgan. Brazil, Xitoy, Hindiston va Rossiya. Mushlarni agar bosh harflarini qo'shsanglar, BRIC degan xat yoziladi. BRIC degan xat bo'ldi. Ovozi xuddi xish, kesak xish qo'shashroq ohanglar chiqadi endi. Asta bu boshqa Xitoylar buni pardozlab oltin xish deb ism qo'yib olgan bunga. Xitoy analizchilar buni nima deydi, axlat xish deb qo'ydi. Xitoy hukumati buni oltin xish deydi uni. Mush 4 davlat qurgan, kim buningga yana boshqa davlatlar qo'shilib, jami 9 davlat bo'ldi bu. Buni qo'shilganlar Misr, Etiopiya deydi, Janubiy Afrika, andikin Birlashma Arab Xalifligi qatorliq davlatlar qo'shilib 9 davlat bo'lgan bular. Bular yaqindagi biz o'zimiz pul chiqarib dollarni o'rniga qo'yamiz deb xil propoz qilayotgan. Dollarniki dunyo puli bo'lish sloyidini yo'qotamiz deb
shundoq propos qilayotgan maqatim Trump qayta saylangandan keyin mushlar to'g'riliq BRICS to'g'riliq bir parcha Twitterda uchur yozdi. U deydi, agar Amerika dollarlarini ishlatmayman desanglar, marhamat, qilaveringlar. Ammo ashta qilsanglar, sizlarniki Amerikaga satadigan mollaringlarga 100% bosh qo'shaman dedi. Ondan keyin buniki ikkinchi Amerika bilan savdo qilaman deb o'ylamanglar. Amerika sizlarni qarshi olmaydi, Amerika kiraman deb o'ylamanglar deb ashtaraf bir mazmunda Twitterda xat yozdi. Xat yozganda bir parcha uchur Twitterga chiqqan. Bu 7-9 davlatlarni xil vayron qilyapti. Bularning hammasi yumshab, burni anda qilayotgan popozlari biroqlar yo'qib ketdi. Bu men xil cho'ng xabar bo'ldi xalqarada. Shuni sizlarga deb qo'yadim. Qisqasi Trump saylangandan keyin hozir Amerikaga xilchong dunyoda xilchong o'zgarish paydo qilib bo'ldi. Amerikaning ichidami shu, dunyodami shu. Buni kelib turibsizlar. Yaqinda bo'lgan yana bir qiziqish Fransiyada Notre Dame Cathedral degan cherkovniki qayta ochilish bir murosim bo'ldi. Bu cherkov o't ketgan 5 yillarning oldida. O't ketib, ular uni remont qilib qaytadan ochilgan murosim bo'lganda buningga Trump keldi. Biden bormay, Trump qatnashdi. Naytı bir dağdığılık karşı edildi bu adamı. Anındakin bana 2 gün yağıb boğatqan bir naytı çoğun xəbər, əski xəbər, mən əski xəbər deyib oynayam bunu. Trump Xi Jinping degan jallatni Kilar ayındaki 20. günüsü DC'de bulduğun yeni prezidentinki taxtga chiqish murosimiga taklif qildi. Bundaq murosimiga Amerika prezidentligiga o'tkazilish murosimiga odatda chet el rahbarlarini, prezidentlarni ancha chaqirmaydi ekan. Ayrim ahvolda chaqirish bo'lmasa chaqirmaydi ekan, lekin Trump bu qatim Xi Jinpingni taklif qildi bu o'ziniki murosimiga. Bu hozir intayin cho'ng g'ulg'ul bo'lyotdi. Kishilar ta'liq qilyotdi, bu nima uchun mana shunaqa qildi deb. Ba'zilarning deyishicha bu ishda Trumpning ikki maqsadi bor deydi. Birisi Trump chiqqandan keyin Rossiya bilan Ukraina urushini oxirlashtirmoqchi. Mushu maqsadga yetish uchun Xitoydan foydalanaman deb Xi Jinpingni boshqa taklif qildi deydi. Yana birisi Xitoy bilan bo'lgan savdo kelishimini ijro qilish. Xabarlarda bor 2020 yillari Trump Xitoy bilan savdo kelishimi tuzgan. Bo'libmi 50 milliard dollarlikmi, ashtaroq ya 500 milliardmi? Ko'p miqdorda Xitoy Amerikadan mash sotib olmoqchi bo'lgan. Mash qatorliq yezilik mahsulotlarni sotib olmoqchi bo'lgan. Xitoy imzo qo'ygan buningga. Shuni qilib bo'lgandan keyin Xitoy virusi boshlandi. Undan keyin Trump taxtdan chiqib ketib qoldi, qayta saylanmadi. Shuning bilan Xitoy bu savdo kelishimini ijro qilmadi. Haliki olamiz deb imzo qo'ygan savdo kelishimini qat'iy ijro qilmadi. Endi yana bir sabab Xi Jinping akilib, qandoq endi men yana qaytib chiqdim. O'tgan kelishimni endi ijro qilasan deb qiyiniga akilib turib, Xi Jinping degan jalotniki burutni qirmoqchi degan gaplarmi bor. Boshqa farazlarmi bor hozir. Trumpniki bir alayidagi Trumpniki nima ish qilmoqchi bo'layotganligini oldin faraz qilish intayin tas. Bu odam ichida butun gapni ichida saqlab tuyuqsiz ish qildi odam. Ashta bu boshqa maoshdimi zaten nima maqsadi bor? Hozir kishilar har xil faraz qilyapti, lekin aniq yakun chiqarmayapti bu vaqtda. Yana birisi Trump o'zini bir diktator mijoz odam, diktatorlarni yaxshi ko'radi. Davomli diktatorlardan bu mening yaxshi do'stim, mening yaxshi do'stim bo'libmi? Xi Jinping degan jallatni mening yaqin do'stim, yaxshi do'stim deb bektuldaydi bu odam. Hozirim deyilik bu gapni. Ashta deydigan odam shunga u Shimoliy Koreyaniki boshlig'i Kim Il Jong bilan ko'rishib o'tkazishda qilib ketdi. Xi Jinpingni uyga chaqirdi o'tgan qatim prezident bo'lgan vaqtida. Mushtarak bir odam endi. Shunga bu yerdagi zodi Trumpniki ko'nglida nima maqsad bor uqilib olmaydi. Lekin bu bir cho'ng xabar bo'lyapti hozir. Endi men Trumpniki bunday qilishini
unutmayman, ham apımı qılanmayman. Xi Jinping degan bir jallat. Xi Jinping mening farzimcha 2 milliondan ko'p Uyg'urlarni o'ldiryapti hozir. 2014 yılının mabeynida. Bu bir cho'ng jallat. 2 milliondan jiq Uyg'urlarni o'ldirgan jallat bu. Undan boshqa İran bilan 25 yillik hamkorlik kelishimi tuzdi. Rossiyaga yordam qilyotdi. Rossiyaniki Ukrainaga qilayotgan tajovuzchilik urushiga. Bu bir jallat. Ha qancha bo'lib ketsa-mu, jallatni mundaq bir cho'ng ahamiyatga chaqirish bu intayin prinsipsizlik. Bu inson prinsipidan, insonlik prinsipidan chiqib ketish deb o'ylayman men. Shunga buni qabul qilolmayman, kechirolmayman. Sizlarga burunmi degandim. Trump, shu Xi Jinping degan jallat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini boshlashdan burun 2017-yilda mening farzim, mening esimda qilishicha Xi Jinping bilan kurashgan chog'da Xi Jinping lager haqida nima Trump bilan kurashgan chog'da Trump lager haqida Xi Jinpingga yeşil chiroq yoqqan. Agar Amerika yeşil chiroq yoqib bermagan bo'lsa, Xitoy unda qila olmaydi. Xitoy Amerikani chekib yiqib, biz mushtaq cho'ng ko'lamda yo'qotish ep olsak, Amerika qanday qaraydi deb chekib yiqib, Trumpdan yeşil chiroq kelgandan keyin ishni boshlayapti. Bu ish Uyg'urlarningki esidan chiqmasligi kerak. Agar bir kunlar kelib, menimcha ashta bir kun cho'qim keladi deb o'ylayman. Xi Jinping degan jallat va boshqa Xitoy rahbarlari Uyg'ur qilishini ep olgan mushu kishilarni jazoga tortilgan vaqtda Trumpning so'zini az qilish kerak. Trump 2-3 milliondek Uyg'urlarniki jiniga zamun bo'lishiga tep qo'shgan odam. Yeşil chiroq yoqib qo'ygan. Bu narsani chiqarmaslik kerak. Bu gaplarni hozir chiqarish baldur, lekin Uyg'urlar unutmaslik kerak. Vaqti kelgancha o'tirib chiqarish kerak. Amerikadami to'lam to'lashga Amerikadami to'lam to'lashni talab qilish kerak. U to'lam qaysi shaklda bo'ldi uqmayman. Uyg'urlar uchun Sharq Turkistonni qaytadan Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning ahvolini yaxshilash uchun Amerikadan mablag' ajratish bo'lamdi. Amerikaga 10 ming Uyg'urlarni eklish bo'lamdi. Yoki chet elda faoliyat olib borayotgan Uyg'ur tashkilotlariga yordam qilish bo'lamdi iqtisodiyotdan chiqib. Qaysi shakldagi talab uni olish bir narsa olmaydi, lekin bu ishni qilish kerak vaqti kelgan vaqtida. Hozir vaqt emas. Hozirda Xitoydan hisob oldigan bir ish boshlangani yo'q. Shu paytni kutish kerak. Shundan keyin boshqa narsa o'tirish qilish kerak. Bu jihatda Uyg'urlar bu ishni unutib qolmasligi kerak. Xitoyniki Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik ilib berishda Amerika yeşil chiroq yoqib qo'ygan. Boshqa bir ahvol bor. Yaqinda bo'lgan yana bir ahvol Amerika Avam Palatasi kommunizmga qarshi siyosat haqida bir qonun loyihasini o'tirib chiqardi. Bu nima desanglar, Amerika maktablarida kommunizmniki razilligi, askaligi va tahdidlari mushjihatlarda tarbiya berish, maktablarga maktab tarbiyani qo'shish haqida. Bu bir yaxshi ish. Yaqinqi yillarda Amerikada rasmiy kommunizm ideyasi kuchib ketishga boshlagan. Shu axloqning buzilishi, nurg'un ishlarning buzilib ketishida mushtaq bir cho'ng hodisaniki to'pisi bor. Hozir endi yangi Amerika hukumati bu ishlarni to'sin izlayotdi. Bu bir yaxshi ish. To'rtinchi mazmun bu so'zlaydigan Xitoy xabari. Yaqinda bir narsa pash bo'ldi. 2022-yili 10-oyda Xi Jinping degan jallat bir maxfiy yig'in ochib, Junjuji changvelarimi yoki sal kengaytirilgan Junjujining a'zolari bormi, siyosiy byuroning a'zolari bormi? Ashta bir yig'in ochib, shuningda qanday qilib Falun Gongga zarba berish, Falun Gongni yo'qotish butun xalqaro miqyosida, dunyo miqyosida ashta bir tadbirlarni o'tirib qo'yibdi.
Bu jihatdagi hujjatlar yaqinda pash bo'lib o'ttirib chiqdi. Buning ichida shu bizlar biladigan taktikalarning hammasi bor. Falun Gong ichidagi yuqori darajalik rahbar o'rnidagi kishilarni qo'lga tushirish, parchalash, lekin ularga shu Falun Gong ichidagi siyosiy aktivlarga tuyuqsiz zarba berish, bu degan nurg'un narsalar bor endi. Shundaq jihatlarda Shi Jinping o'zi bevosita yo'lyo'riq beribdi shu yig'inda. Falun Gongni qanday o'qitish to'g'riliq. Meniki farzimcha bundaq yig'inlar ichilsa, yolg'iz Falun Gong haqida bo'lmaydi. Uyg'urlarniki ishlari yaqindagi yillarda, yaqingi necha yillarning mobaynida xalqaro intayin yuqori saviyaga chiqdi. Doirasi intayin kengaydi. Başta boshqa Xitoy hukumat boshliqlari Falun Gongni yo'qotish haqida tadbir qo'llangan vaqtida hargiz Uyg'urlarni va Tibetlarni uning sirtiga qo'yib qo'ymaydi. Bu yig'inda chuqur Uyg'urlarga oidmi mazmun bo'lishi kerak. Lekin u jihatdagi mazmunlar qattiq tilga ilinmadi. Meniki shuncha hayron qoldigan yerim shu Falun Gongga ergashgan Xitoylar. Bular intayin cho'ng qo'shin, intayin kuchlik. Bularning televizorlari, aniki Shoyin degan teatri, nurg'un narsari bor. Davomli to'xtamay ish qiladi. Xitoyni ayblab turdi, Xitoyni pash qilib turdi. Lekin ashta qilgan vaqtida Uyg'urlarni asosan tilga olmaydi bular. Bu qatim sal hayron qolganim, mushdaq bir yig'in ichilib, chet eldagi dushmanlarga zarba berish to'g'riliq yig'in ichilgan vaqtida chiqqan hujjat buniki Falun Gong qismini o'tirib chiqadi bular, lekin Uyg'urlar, Tibetlar haqidagi narsa qat o'tirib chiqolmadi. Ajoyib haqlar bular, mana shunday o'ylayman. Men sizlarga burun degan Shi Jinping mushtaq yig'indan birini 2014-yil boshqan. Echib Uyg'urlarni qanday yo'qotish to'g'riliq belgimalarni chiqargan shu chog'da tadbirlarni o'tirib qo'ygan. Bu bir intayin cho'ng maxfiy yig'in. Men bu to'g'riliq Twitterlarda, o'zimniki leksiyalarda, anikin televizorlarga suhbatga chiqqan vaqtlarimda dedim bu gapni deb kelyapman 2014-yili. Shu chog'da shu yig'in ichilib bo'lgandan keyin bir bola bilan aloqalashib, Bejondagi bir bola ashtaq bir yig'inning bo'lganligini, u yerga qatnashgan bir Uyg'ur kadrning borligi, shu kadrli kurashganligi, shu kadr shu yig'in ahvolini o'ziga deb bergan vaqtida yurtiramay yig'lab o'tirib qolganligini degandi. Uyg'urlarga intayin bir cho'ng baloyofat bor ekan deb. 2014-yil bo'lgan gap. Mushu yig'inniki ahvollari hozir qadar pash bo'lmadi. Falun Gongchilar o'ziga oid narsalarni pash qilyotdi, mana o'xshash. Uyg'urlar haqidagi ashig'larni pash bo'lsa bo'ladi. Tekçi paş bo'lmadi, hozir shu yerda turyotadi. Yaqinda Shi Jinping degan jallod Xitoyniki bir yeriga bir kuzatishga bordi, ekskursiya degan narsaga. Berib aşağıda bir yig'in ochdi. Harbiy shu yerdagi harbiy qo'shinlarni ko'zdan kechirishga bergan, harbiy qo'shinlarni ko'zdan kechirish. Shu yerda bir yig'in ochib, bir ajoyib sahna hozirlandi bunga. Mana qarasanglar, mana bu o'tirib yolg'iz o'tirgan Shi Jinping qolganlari Xitoyniki harbiy komitetniki muavin raislari, qolgan harbiy rayon boshliqlari deganlar o'tirgandi. Burun bundan yig'in ichilsa, kam deganda ishga dam o'tirdi bizlar yoki odatda masalan Shi Jinping bu yerga o'zini harbiy komitetniki raisi deb borgan. O'sha bo'lgan qishida muavin raislarni o'ltirish kerak endi. Bu qatim qolganlarning hammasini cho'rib o'tib, bir ustol qo'yib bu yerga yig'inni mushta ochdi. Kishilarniki anonslarning deyishicha, buniki maqsad o'ziniki hayvitini ko'rsatib qo'yish deydi. Yig'in kelganlarga, dunyoga o'zining hayvitini ko'rsatib qo'yish deydi. Ammo mazalda sahna bor ekan. Sahna qarama-qarshi tarafda. Shi Jinpingning qarama-qarshi tarafda bir sahna bor ekan. Burunqidagi vaqtlar bo'lsa, shu yerga ustolni qo'yib,
harbiy komitetning raisi va muavin raislar o'ltirib buni ochar ekandik. Bu qatim Shi Jinping o'ziniki hay'atini ko'rsatib qo'yish uchun yolg'iz bir odam o'tirib buni bir ochdi. Yaqında şu ictimai tarixlarda Xitoy nima bilan Goviyan bilan harbiy komitet Junvey ikkisiniki nomida bir hujjat tarqatildi Xitoycha. Bu keng tarqaldi. Hujjatda deyishicha kelar yili 1-oyning 21 kuniga demin ismini qilishicha. Chet elda yashayotgan Xitoydagi harbiy boshliqniki xotin bolalari hammasi Xitoyga qaytib kelish kerak. Agar qaytib kelmasa, ular ig'ir jazoga uchraydi deb shunday bir mazmundagi hujjat tarqalgan. Mana bir nechadan o'tmadi uni. Bu hujjat yolg'on hujjat ekan. Shunga uni ishim ketmanglar. Bu hujjatniki Xitoy rahbarlarini vaymi silish roli bor. Ularning hammasi vaymiga tushdi endi chet eldagi tuqqanlari, xotin bolalari degandek. Lekin u rasmiy hujjat emas ekan. Endi kishilar shu hujjatga qarab turib, shu kelar yillarda Shi Jinping Tayvanga qarshi urush boshlaydi degan parazlarni o'tirib chiqargan. Lekin bu hujjat o'zi yolg'on ekan. Hozir endi Xitoy rahbarlariniki ikkinchi avlodlarining Shi Jinpingga qarshi kurshi hozir intayin yuqori pallaga chiqdi. Yine nurg'un ishlar bo'lyotdi. Ikki kun oldida yana bir boshliq o'zini o'ltiryapti deb gap chiqdi. Ba'zi uni shaxsiylar o'zini o'ltiryapti, tapanchalar o'zini aytyapti deydi harbiy boshliq ekan. Hukumat u kasal sababdan o'ldi, qutqizish unum bermadi deb anday e'lon qildi uni. Ondan ishlar bo'lyotdi. Ondan keyin tutish davomlashyapti. Chiqilib Xitoy yuqori rahbariy qatlamdagi kurash intayin yuqori pallaga chiqdi hozir. Shuniki bir misol haqida Liu Shaoqianiki o'g'li yaqin bir xat yozib markazga yo'llabdi bu xatni. Liu Shaoqianni bilsan, ayni vaqtda Mao Zedong davrida bu muavin bosh sekretar Kompartiya komitetiniki. Ondan keyin Zhong Li Başbakan, Xitoyniki başbakanı, davlat raisi. Davlat raisi bo'lgan odam, shuni o'g'li markazga bir parcha xat yo'llabdi. Xatniki temisi ortiqcha gap, do'yidi xua deydi. Ortiqcha gap ekan, do'yidi xua degan temada. Bu temami qiziqarli bir tema ekan. Buni ayni vaqtda Chuchubay degan odamni bilasizlar. Chuchubay degan Xitoy kompartiyani qurganlarniki birisi, meni esini qilishicha. Aynı vaqtda baş sekretermi bo'lgan Xitoy kompartiyasiga. Kim buning o'lim jazosi berib o'ldirilgan bu. Bu o'zi etilishdan burun bir parcha xat yozib ekan. Bu xatning ismi Do'yidi Xua ekan, ortiqcha gapda. Mana Liu Shaoqianning o'g'lim shu nomda yozibdi bu xatni. Endi yozibdi. Bu xatniki ma'nosi bu xatda nima mazmunlar bor ekan desanglar, Xitoy hozir shu Shi Jinping taxtga 18 qurultaydan keyin yo'l qo'yilgan siyosatlarniki sababidan Xitoy hozir iqtisodiy krizis, siyosiy krizis va Tayvan bo'g'izi krizisiga duch keldi debdi. Xabarlarda bor 18 qurultay 2012 yili Shi Jinping degan jallod taxtga chiqqan vaqt shu. Shundan keyingi siyosatda ishlar krizga yuzlandi. Hozir davlat va partiyaning har ikkisi gumron bo'lish xatarga keldi deb debdi. Uniki mazmunda shu iqtisodniki zo'r chekinishi hozir Xitoyni madaniyat inqilobi saviyasiga tushirib qo'ydi deydi. Lekin garchi madaniyat inqilobida Xitoy fuqarolari o't cho'plarni yeb hayot qolgan bo'lsa-mu, bu qatim unda qilmaydi deydi. Bu qatim kishilar o'zgarib ketdi. Hozir yana madaniyat inqilobi darajaga o'xshash oshlarni normali qilib, undaq yashab, yine Xitoyni idora qilib boraman deyish, u xalqiyal amalga oshmaydi deydi. Hozir iqtisodiy krizis ijtimoiy va siyosiy davolg'ishga elib ketyapti. Ash tarafga qarab menyapti.
debdi. Endi ehtimol diqqat qildinglarki, yaqinda Xitoy o'lkalarida bexatarlikni saqlash qo'shinlari davomliq shaharlarda chorlab, ozroq odam yig'ilgan bo'lsa, nurg'un saqchilar to'plashib kelib, qilgan ishlar bo'lib ketdi. Muqimlikni, bexatarlikni saqlash intayin qiyin darajaga tushyapti hozir Xitoyda. Mushu ma'u Dushochuniki o'g'liniki deyotgan iqtisodiy krizis ijtimoiy va siyosiy davolashga olib beryotidi degan ma'nosi shu. Hozirgi vaziyatda shu xitniki davom chiriklikka qarshi turish, chiriklikni yo'q qilish siyosati ishlamaydi deydi, unum bermaydi. Bunga butun odamni kunib ketdi. Uni yo'q qilolmaydi. Tarbiya berishni ishlamaydi. Bunaqadek maktab idoralarida siyosiy tarbiya olib berib, shu orqali kishini o'zgartiraman deyishmi, umuman amalga oshmaydi. Chiriklik buni kim davomlashadi deb, ondan keyin harbiylarniki ko'ngli joyida emas deydi. Harbiylarda xotirjamlik yo'q, ko'ngli joyida emas. Endi mushtaq deb unga bir qism tadbirlarni o'tirib qo'yibdi. Mushqitada u tadbirlar unum bermaydigan tadbirlar, Xitoydan ahvolga mos kelmaydigan hozir. Ishqilib Xitoydagi bu harbiy kurash boshliqlarniki kurashi davomlashyotidi. Ahvollar intayin nacharlashib qarab ketyotidi. O'tganda gapni qilgan Myoxua Dongjun degan odamlarning hammasi tarab qoldi, birisi tutildi. Hozir rahbarlarning hammasi dakka-dukkida o'zini qo'lda qalamamda hammadan shuning kuyiga tushgandek bir ahvol bor. Endi bu yerdagi ma'u kimniki degan Tayvan bo'g'izidagi krizis degani hozir tashqi ishlar krizisi qartlagan endi. Tayvan bo'g'izidagi ishlar shu tashqi ishlarda og'ir Xitoyga nisbatan og'ir qiyinchiliklarni tug'diryotidi. Xitoy hukumati Tayvanni tinch yo'l bilan o'zini qo'liga tushirish haqida uchun nurg'un pul ajratgan. Lekin bu pulning hammasi chiriklik tufaylidan yo'qolib ketdi deydi. Aslida maqsad qilingan yerga xashlanmay bu pul yarim yo'lda hisoblab xalqning yonchiga kirib ketdi. U unum bermadi deydi. Birliksab, Tongjan bu birliksab ministri mag'lub bo'ldi bu ishda. Tinch o'zgartish, Tayvanni tinch o'zgartish ishlanmadi. Hozir davlat va kompartiya hokimiyati yiqilishga qarab yuzlandi deydi. Mushu Lushochuniki o'g'ilniki degan gaplar endi, bunda albatta degandek, buni qanday o'ngshash to'g'riliq bir qism tadbirlarni o'tirib qo'yibdi, takliflarni. Lekin unum bermaydigan narsalar buni til qilishning hojati yo'q bu yerda. Hozir endi mushu yaqinqi bir necha yil ichida Xitoyda cho'ng o'zgarish bo'lish ehtimoli nihoyat kuchli. Buniki to'rt jihatda, to'rt sohada ehtimollik bor. Uning birisi Xi Jinping degan jallod o'lishi mumkin. Hozir uniki og'ir kasalligi haqida farazlar ko'p o'tirib chiqyotidi. O'tganda ministr qon ishlari bo'ldi, o'tganki 3-chi umumiy yig'inda. Xitoy kompartiyasiniki 20-chi qurultiy 3-chi umumiy yig'inda Xi Jinping olib yo'qolib ketgan. Keyin kallasini operatsiya qilgan narsalar baş oldu. Ondan keyin hozir shu huquq kurashi tufaylidan Xi Jinping yiqilishi mumkin deydi. Ikkinchi ehtimollik. Uchinchisi iqtisod, Xitoy iqtisodiy gumron bo'lishi mumkin. Bu jihatda Amerikaniki qo'llanayotgan hozir tadbir siyosatlarimi Xitoyniki iqtisodiy jihatdan gumron bo'lishini xiltsiltdi endi hozirda menga emas. Ondan to'rtinchisi Tayvanga hujum qilish orqali bir cho'ng voqea bo'lishi mumkin deydi. Men sizlarga o'tganda deb keldim. Aqlushi joyida bo'lgan bir ahvol bilan Xitoyniki Tayvanga hujum qilish ancha mumkin emas. Lekin albatta sizlar ko'rsatib qo'ydim Xi Jinpingniki nima ish qilayotganligini. Bu Xi Jinping o'ziniki taxtini qo'g'dab qilishga ko'z yetmay qolib qolsa agar baribir o'zini taxtini qo'g'dab qilishga
күзәтмәгән ahvollarda davlat rahbarlariniki sirtqa qarata urush qo'zg'ab shu orqali o'z davlatidagi xalqniki diqqatini boshqa yoqqa burash mushtaq bir tadbiri bor taktikasi bor burun ishlatib kelayotgan shi zinpin mushtaq taktikani ishlatishi mumkin agar o'zi o'rnini qo'llab qolish ehtimol qo'llab qolish ko'z yetmasa darhol ham Tayvanga urush qilib qilishi mumkin shunga men deganim aqluvchi joyida adam qilmaydi buni lekin aqluvchi joyida bo'lolmaganligi uchun mana yuz berish ehtimoli bor buniki ba'zi alomatlari bor nima desanglar yaqinda Xitoy Tayvan bo'g'oziga o'ziniki dengiz armiyasiniki 3 dan 2 qismidagini olib bo'ldi shaga olib har xil manevr o'tkazish degandek ishlarni qilyotidi shunga saranlıqdan kelib chiqadigan Tayvanga hujum qilish ehtimoli bor mana shu 4 xil ehtimollik bor mushtardan birasi bo'lib qolsa Xitoy ichida cho'ng qalamqonchilik bo'lib Uyg'urlarga fursat kelishi mumkin endi Amerika va G'arbniki pozitsiyasi qanday deganda menimcha ular Xitoy hokimiyatiniki og'dirib ketishini xohlamaydi buni sizlarga burma deb kelgan agar Amerika shu Iroqqa o'xshash Iroqning hokimiyatini og'dirib o'tganga o'xshash bu qatim Suriyani hokimiyatini og'dirib o'tganga o'xshash agar Xitoy hokimiyatini og'dirib o'taman desa xil ko'p ishlarni qilib bularni qalaydi lekin hozir qadar bu jihatda ish yapirish oyoqda tursin Xitoyda bir cho'ng o'zgarish bo'lib ketadigan vaqtlarda cho'ng o'zgarishning oldigan ishlarni yuz bergan masalan bundan 5 yillar burunmikin yo 5 yil burun emas hali uzun bo'ldi unga Obama rais Biden rais vaqtlarida bo'shilay Xitoyda siyosiy o'zgarish qilmayman degan chog'da bu uchurni Amerika Xitoy hukumatiga yetkazib shu orqali shu joyda siyosiy o'zgarishni olinib qolgan ahvollar bo'lgan mening esimda qolishicha shunga Amerika va g'arb ellari Xitoy hukumati og'dirib ketib cho'ng qalamqonchi chiqishni va qo'rqidi unikidan o'tganda sizlarga dedim Suriyada qalamqonchi chiqib 8 million odam sirtqa qochganda butun Yevropani o'ntay qilyapti Turkiya ham shuning ichida agar Xitoy hokimiyati og'dirib ketib Xitoyda cho'ng qalamqonchi chiqsa 1 milliard 400 million Xitoy bularniki 10% sirtqa qochsa 140 million odam sirtqa qochadi degan gap dunyoni paragani qilib aytadi shuning uchun ahvollar bor bizning taqdirimizmi shunday ahvollarga bog'lanib qoldi hozir shundaqdimi agar bunday ishlar yuz bersa bu qandayroq shaklda yuz berishi mumkin buni tasavvur qilmoq tez mangmi tez lekin bu bir muqarrarlik deb o'ylayman men bir cho'ng qalamqonchiq kelib chiqib keyin Uyg'urlarga foydali bir sharoitlar o'tirib chiqishi mumkin deb bunga men o'zim umidvor endi umidvor qarayman umidvor yashayapman hozir shu bu ishlarni saytlab qo'ydim degan deydigan mazmun shunchalik Abatın deganimdek ishim bor shunga degan bir kun balda chiqib qoldim endi degan 14-chilar bo'lsa 13-chilar bo'lsa yangi yildan burun yana bir qatim ko'rishar ekanmiz kelar qatim ko'rishcha omon bo'linglar bu programni yaxshi ko'rsanglar barmoq bir qo'shishni unutmanglar YouTube'da men ergashishni unutib qolmanglar men pul topmayman lekin ilhom bo'ladi andan keyin barliq amallar bilan Uyg'ur Project Fondi Uyg'ur axborot markazini qo'llab qo'yinglar. Ma qalamsa, bo'ladi. Kelar qatim ko'rish omon bo'linglar. Xayr, xush Alloh omonat.